Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Asadbek Gaming. Bugungi videorolikimizda biz stardroplarni ochamiz. Bu stardroplar xo'sh 36-sezon stardroplari. Hozir men anchagina stardroplar yig'ib qo'yganman. Hozir avval mega ochamiz, keyin esa mana shu stardroplarni ochishga o'tamiz. Bo'lmasa qani hozir mega pilkani ocha olaylik. Ketdik. Hoy, bo'lmasa mana mega pilka ochamiz endi. Mega pilkani qarang, bosingchi. Bitta sekin. Hozir mega pilka bu vashshi. Biz klubdagilar почти full qildik. Endi ocha olamiz mana. Xo'sh, bling, moneta, yana kuchaytirgich va super redki, super rare. Yomon emas. Redki, super redki. Hozircha yaxshi emas. Super redki yaxshi. Super redki epic. Yo'q. Super redki mythic. Davay. Ketdik. Voy, ishlama tushmadi. Yo'q, duriza olmaymiz. Redki. Voy, redki. Davay. Voy, redki. Ishni tushmayapti-yu. Redki bo'lib yotibdi hamma yoq. Davay. Redki. Davay. Bum. Tushmadi. Redki. Epic. Bum, tushmadi. Tushmadi. Endi mana bizani klub ko'rganinglardek. Xohlasanglar mana make-upga tugagandan keyin klubdan 2 kishini chiqaraman. 2 ta kubik pas odamni. O'shanda qo'shib olsanglar bo'ladi. O'zi bu klub nomi. Xo'sh, endi boshqa akkaunt qo'yib olaman. Endi mana shu akkauntdan ochamiz. Bu obunachimning akkaunti yozishdi. Bu obunachim mani klubim deydi. Xo'sh, ochamiz mega pilkani. Bling, moneta, kuchaytirgich. Ketdi. Bang. Tushmadi. Redki. Tushmadi. Super redki. Yo'q, hech narsa. Redki. Davay, hozir bosamiz. 3 ga sana bosamiz. 1 2 3. Epic. Redki. Shunday yo'q. Redki. Super redki. Yo'q, shunimi? Redki. Super redki. Yo'q. Xo'sh, redki, super redki. Var moneta. Redki, epic. Davay. Yo'q, moneta. Redki, epic, mythic. Boy spray, redki. Nima yo'q. Oxirgisi redki, epic. Nima yo'q. Afsuski hech narsa yo'q. Endi boshqa akkauntga o'tamiz. Xo'sh, endi esa Handreds akkaunt. Bu akkauntga o'tamiz. Bu ham obunachimning akkaunti. Xo'sh, ochamiz mega pilkani. Bang. Moneta, bling o'shalar. Redki, super redki. Nima yo'q. Super redki, epic. Yo'q. Redki, super redki. Hech narsa yo'q. Redki. Moneta. Redki. Voy, hech narsa yo'q yana. Redki. Hamma yo'q redki-da. Voy, hech narsa yo'q baribir. Bosishdan ham foyda yo'q o'xshab qoldi-yu. Bosamiz. Yo'q. Bosamiz. Yo'q. Redki. Hech narsa yo'q. Yana redki. Mythic. Davay. Gadget tushyapti. Voy. Esus. Mythic. Yana mythic. Davay skin.
skinmi? Voy, mifikdan 100 skin. 3 ta bonus drop berdi. O super redki. Hech nima yo'q, redki. Hech nima yo'q. Bittagina skin tushdi, suya 29 gemlik. Kachidan tushdi. Haqqoniy emas, axir bu. Bu bratan meni klubim deydi. Hozir o'zimning akkauntimga o'tib olaman. Full skin cho'chib turibdi lekin. O'zimning akkauntimga o'tib oldim. Xo'sh, bola make-up-ilkani ham ochib oldik. Endi bu endi stardropdan ochamiz. Xo'sh, 7-chi stardropdan boshlaymiz. Redki ishni bermadi. Redki menda ham. Super redki. Epic. Ishni tushmayapti. Super redki. Omaskami mana bu. Redki. Ishni tushmadi. Redki. Yana ishni tushmadi. Redki. Yana ishni tushmadi. Redki, super redki. Yana tushmadi. Redki. Bundan ham ishni tushmadi. Redki mifik. 500 kredit. Voron ochildi do'stlar. Voy. Yangilik desa bo'ladi mana uni. Mifik stardropdan 500 kredit tushibdi. Mana bu yangilik mana bu. Qaranglar, legendarniy brawlerlarni hammasini ochib oldim men qizlar. Faqat mifik qoldi. Ochmagan brawlerlarimni faqat mifik brawlerlar qoldi. Xo'sh, dilzamimiz bu yoqda kimni ochish yaxshi? Taran ochish yaxshi menimcha. Taran ochamiz, yana 3-4 marta 500 kredit tushaversa chotki bo'lardi. Yaxshi voron ochardik. Super redki. Ishni tushmadi. Redki. Ishni tushmadi. Mischa. Redki. Redkidan yo'g'iga o'tish qiyin bo'ldi. Voy. Super redki. Xo'sh. 35. Redki. Ketdi. Ishni tushmadi. Bunisi. Super redki bo'ldi. Super redki bo'ldi bu ham. Yaxshi narsalar, normalniy narsalar tushmayapti unchalik. Shunisi yoqmayapti. 45. Bundan ham ishni tushmadi. 47. Voy, bundan ham ishni tushmadi. O'sha bolalar oxirgi stardropga yeb qo'yamiz. Epic oxirgisi. Mifik, davay. Mifik bo'lmadi afsuski. Eng yaxshi daqiqalar. Legendarniy stardropga qo'ydik. Yoki men bu yerda ozroq yoqqan stardraplarim bor. 7tacha yiqqanman. Shularni ochib qo'yamizmi? Nima deysizlar? Bo'pti, bular turaversinki. Pastdan ochaveramiz. Davay, legendarniy stardrop. O'zimizda legendarniy stardrop. 3gacha sanab ochamiz. 1, 2, 3. Davay. Voy. Yana 500 kredit. Menman deb menga tushish kerak bo'lgan brawlerlar bor. Lekin faqat mana shu kredit tushyapti nimaga. Kredit tushgani ham yomon emas. Shu anning o'zida 1000 kredit tushirdim. Agar epic brawler ochayotganimda ochaverardim yana. Tariga ham oz qoldi. Mana qaranglar. Slovaga ham uncha ko'p vaqt qolmadi. Mana buni ochamiz, keyin bu yoqda. Plus brawlerlarim 75 ta bo'ldi.
Xo'sh, Slovaga 14 ta brawler. Mana Yumi yangi chiqqan brawler. Jotki brawler ekan. Tezroq kreditga kelsa ochaveradi. Buni ham video qilamiz. Xo'sh. Mana sal droplarni ochib oldik. Xo'sh, valla videorolikni ketamiz. Videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'sh, sizlarga agar Brawl Pass, mana shunaqa Brawl Passlar kerak bo'lsa, yoki game kerak bo'lsa, yoki mana bu magazindagi skinlar kerak bo'lsa, mana bu skinlar kerak bo'lsa, Telegram orqali menga murojaatga chiqsanglar, o'zimiz arzon narxlarda olib beramiz. Telegram kanalda описаниеda va kommentariyada qoldiraman. Takshiro o'tib Game Brawl Pass va Brawl Stars haqidagi yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin. Xo'p, bolalar, sizlar bilan Asadbek Gaming bo'ldi. Hammaga xayr do'stlar. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha.